Dunyoda insoniyatga qilinadigan yaxshiliklarning ichida eng afzali hisoblanadi. Demak, inson bu dunyoga kelar ekan, umrini yaxshilikka sarflashi kerak bo'ladi. Ulamolar aytadilar, insonni qiladigan amali solihlari ikkiga bo'linadi. Birinchisi, Alloh bilan bandaning o'rtasidagi amali solih. O'zimiz bilan Alloh taoloning o'rtasidagi amallar, namoz o'qish, roza tutish, zakot berish, hajga borish, Alloh taoloning buyruqlarini bajarish, Alloh taoloning qaytarg'ilaridan qaytish, bu biz bilan Alloh taoloning o'rtasidagi bo'lgan amali solihlar. Buni hisobini Alloh subhanahu va taologa beramiz qiyomat kunida. Ikkinchi turidagi amali solihlar bu bandalar bilan bandalarning o'rtasidagi amali solihlar bo'lib, Alloh va Rasuli unga buyurgan. Ota-onaga yaxshilik qilish kerak. Qavm qarindosh, qo'ni-qo'shnilarga yaxshilik qilish kerak. Ko'cha-ko'ydagi odamlarga yaxshilik qilish kerak. Demak, bu bandalar bilan bandalar o'rtasidagi yaxshi amali solihlar hisoblanadi. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Demak, bu kishi keltirarkanlar, payg'ambar alayhissalatu vassalam aytdilar: "Ahabbun nasi ilallohi anfa'uhum lin-nas." Akhrajahu at-Tabarani. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohu taologa eng mahbub bo'lgan inson odamlarga yaxshilik qiladigan kishidir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Demak, bir odamga yaxshilik qilish shunaqangi bir yaxshi fazilatli amalki, Alloh subhanahu va taolo o'zi o'shani yaxshi ko'radi. Alloh taologa mahbub bo'lmoq uchun mu'minlarga, insonlarga yaxshilik qilish kerak.